Hammaga Xudoning tinchligi yor bo'lsin. Bu Didahi kitobining 16-bobi. Uning sarlavhasi egamizning qaytib kelishini kutish haqida deb yozilgan. Hayotingiz haqqi uyg'oq yoki hushyor bo'ling. Chiroqdonlaringiz o'chib qolmasin va belbog'ingiz bo'shab ketmasin. Balki tayyor bo'ling. Zero egangiz qaysi soatda qaytib kelishini bilmaysiz. Bu yerda Matto 24-bob 42-oyatdan iqtibos qilingan shu joyini sizga o'qib beraman. Shuning uchun hushyor bo'linglar. Men Rabbingiz qaysi kuni kelishimni sizlar bilmaysizlar. Sizlar tez-tez yig'ilib turing. Qalbingizga nima zarurligini tekshirib turishingiz lozim. Zero oxirgi soatda yoki oxiratda barkamol bo'lmasangiz, iymonda bo'lgan barcha vaqtingiz sizga foyda keltirmaydi. Chunki oxirgi kunlarda soxta payg'ambarlar va buzg'unchilar ko'payib ketadi va qo'ylar bo'rilarga aylanib qoladi hamda sevgi nafratga aylanib qoladi. Bu yerda esa Matto 24-oyat, 11-12-oyatlarni o'qib chiqamiz. Ko'p soxta payg'ambarlar paydo bo'ladi. Ular ko'plarni yo'ldan uradi. Yomonlik ko'paygani uchun odamlar orasida mehr-oqibat yo'qoladi. Zero qonunsizlik ko'paygani sari odamlar bir-biridan nafratlanib, xoinlik bilan ta'qib qilishadi. Bu yerda Matto 24-bob 10-oyatni hozir bu yerda o'qiymiz. Shunda ko'plar iymondan qaytadi, ular bir-birini sotib, bir-biridan nafratlanadi. O'shanda dunyoni yo'ldan ozdiradigan bir zot go'yo Xudoning o'g'lidek bo'lib keladi va mo'jizalar va alomatlarni ko'rsatadi va yer uning qo'l ostiga o'tadi yoki topshiriladi va u yoki dunyoning boshidan beri hech ham qilinmagan gunohlarni qiladi. O'shanda odamzod sinov otashiga tashlanadi va ko'pchilikning ko'ngli sust bo'lib, yo'ldan ozib nobud bo'ladi. Iymonida mahkam turganlar esa uning, ya'ni shu zotning la'natidan qutqariladi. Shunda haqiqatning alomati paydo bo'ladi. Birinchisi osmonning yorilish yoki tuynik alomati bo'ladi, keyin burg'u ovozining alomati bo'ladi va uchinchisi o'liklarning qayta tirilishi alomati sodir bo'ladi. Lekin hamma emas, ya'ni hamma birgalikda qayta tirilmaydi, balki yozilganidek egamiz va uning muqaddaslari u bilan birga keladi. Shunda dunyo samolar bulutlarda kelayotgan Rabbimizni ko'radi. Shu yerda videoni tugataman. Bu Didahi kitobining oxirgi bobi edi. Ko'rib turganingizdek, bu tarixiy masihiy hujjat unchalik uzun emas, lekin juda ham foydali va odamlarga qandaydir narsalarda o'rnak bo'ladi deb o'ylayman. Lekin shu yerda hammangiz bilan xayrlashib qolaman. Yana qaytarib o'tmoqchiman. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. O'shanda ko'proq odamlar ko'rishi mumkin videolarni. Savolingiz bo'lsa, izohda yozib qoldiring. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lsangiz bo'ladi va boshqalarga turli ijtimoiy tarmoqlar orqali shu videolarni tarqatsangiz bo'ladi. Endi esa xayr, hammaga Xudoning tinchligi yor bo'lsin deb qolaman.